Ba'zi insonlar xotira bilan emas, ertangi kun bilan, kelajak bilan yashash kerak deyishadi. Bu ham to'g'ridir. Lekin har bir inson borki, o'tgan aziz insonlarni, yaqinlarini, do'st-yorlarni eslab xotirlab, ular haqqiga duolar qilishadi. Qalban e'zozlashadi. Chunki xotira muqaddas. Inson xotirasiz ham yashay olmaydi. Mening bir dugonam bo'lardi, Dilorom degan. Uni biz hech qachon Dili deb atardik. Ikkalamiz yaqin dugona, bitta mahallada yonma-yon yashar edik. Bitta sinfda o'qib, bitta partada o'tirardik. Maktabga ham har kuni birga borib, birga kelardik. Ba'zan arazlashib qolsak ham ertasi kuni chinchalog'imizni bir-birimizga birlashtirib, yarashib ketardik. O'sha paytlari qish kunlari jigarrang forma, qora fartuq, yoz kunlari oq kofta, qora yubka kiyib, bo'ynimizga qizil galstuk taqib maktabga borardik. Galstukimiz bo'lmasa sinfga qo'yishmasdi. Hech esimdan chiqmaydi. Boshlang'ich sinfga borganimizda o'qituvchimiz Maysara opam mendan uy nomerlaring nechchi desalar, 1 deganman. Yo'q, uy nomerlaring 1 emas, 14 deganlar o'qituvchim. Keyin Dilidan so'rasalar, u ham 16 degan. Maysara opam Xo'jamurodova, uy nomerlaring 16 emas, 16 deganlar. O'sha davrlarni eslab, biz shunchalik ham go'l bo'lgan ekanmizmi deyman. Hozirgi boshlang'ich sinf bolalari hamma narsani bilishadi. Maktabdan bo'sh paytlarimiz o'sha paytlari happak o'yini bo'lardi. Mayda toshchalardan happak o'ynardik. Bir-birimiznikiga har kuni ko'rmasak, bir-birimizni tura olmasdik. U paytlari uylarimiz o'rtasida hozirgidek baland-baland devorlar bo'lmagan. Ba'zan Dili, enam seni dugonangni qara, har kuni ish qiladi. Ana hovlida ish qilib yuribdi, supurib sidirib, sen hech ish qilmaysan deb urishadilar. O'sha dugonamni qiz qilib ola qoling derdi. Men ham voy tavba, mening ena ham Dilini qara, ish qilib yuribdi, sen faqat kitob o'qib o'tirasan deb urishadilar derdim. Uning Qunduz enasi va mening enam ham bir-birlari bilan yaqin dugona bo'lishgan. Qunduz ena ko'zoynak taqib yurardilar. Ko'pincha Dililarniki chiqib, Dili deb chaqirsam, Dili uyda bo'lsa ham Qunduz ena yo'q deb urishib berardilar. Dili ikkalamiz bir burchakda pichirlashib, kulishib o'tirsak, Qunduz ena, qiz bo'lmay ketlaring, nimani gaplashyapsanlar, yigitlarnimi deb urishib berardilar ko'zoynak tagidan qarab. Dili ikkalamiz kulib-kulib hovliga chiqib ketardik. O'sha paytlari onamdan juda yosh qolganim tufayli ko'proq enajonimning qo'llarida katta bo'lgan edim. Enajonim tez-tez sochlarimni yuvib, mayda qilib, o'rib, jamalak qilib qo'yar edilar. Ba'zan boshimni yuvaman desalar, og'ritib taraysizda deb hovli bo'ylab qolsam, ushlab olib yuvib qo'yardilar. Har o'rib jamalak qilganlardan keyin, baxtingni, taxtingni bersin bolam deb orqamga urib qo'yardilar. Enajonim kasal bo'lib to'shakka mixlanib qolganlarida ko'pincha tuvak titib oyoqlarini, bellarini bosardim. Joylarini o'zim tozalar edim. Kechasi bag'irlariga singib, mahkam achamlab yotar edim. Shamollab issig'im chiqib qolgan paytlarim enajonim xurda qilib berardilar. Mastavani oppoq qilib, sizmalab, qip-qizil qilib, mayda qalampir solib, achchiqana qilib ichqizib yotqizardilar. Keyin o'rab qo'yardilar. Suv ter bo'lib issig'im tushardi. O'sha kunlarni enajonimni juda qo'msayman, sog'inaman. Ko'pincha maktabga ketarsam, dadam rahmatlik o'zlari o'qigan, ziyoli inson bo'lsalar-da, qizim, maktabga boshilang borma, ro'mol o'rab ket derdilar. Xo'p deb uydan ro'mol o'rab chiqardim-da, maktab ko'chasiga yetgach ro'molimni yechib, sumkamga solib olardim. Maktabimizda bizning sinfimiz ahli inoq edik. O'sha paytlari 1-may, 7-noyabr paradlari bo'lardi. Paraddan chiqib butun sinfimiz bilan ko'chalarni aylanardik, parklarga borardik. O'g'il bolalarimiz cho'ntaklarimizga pista, yong'oq olib berishardi. Parkdan chiqib bemor yotgan o'qituvchilarimizni ko'rgani borardik. Ko'pincha o'g'il bolalarimiz darsdan keyin kinoga bilet olib kelishardi. O'sha paytlari Gulistonda Mir, Vatan degan kinoteatrlar bor edi. Darsdan chiqib biz qizlar rahmatli Sanomat sinfdoshimiznikiga sumkamizni qo'yib kinoga ketardik. Kinodan qaytib sumkalarimizni olib uyga borardik. Oradan yillar o'tib, Dili dugonam ham, men ham turmushga chiqdik. Sochlarimizga oq oraladi. Farzandlarimiz ham biz o'qigan maktabda o'qib katta bo'lishdi. Dilining 2 qizi, bitta o'g'li o'zlaridan tinib-tinchib ketishgan. Rahmatli Dili dugonam qon bosimi ko'tarilib ketib, insult bo'lib bir necha yillar yotib qoldi. Ikkalamiz ham bitta mahallaga turmushga chiqqan edik. Xudoga shukr. Mening ham o'g'il qizlarim o'zlaridan tingan, nevara-chevaralarim ham bor. Ularni juda ham yaxshi ko'raman. Qo'li bo'sh paytlarim Dili dugonamga tez-tez borib turardim. Qachon borsam gazeta, jurnallar o'qib yotgan bo'lardi. Ikkalamiz hayot, turmush tashvishlaridan so'zlashardik. Ba'zan yotgan joyida o'rtoq, to'y ko'rmadim, oq ko'ylak kiyib stolga o'tirmadim.
shu armonimda deb ko'zlariga yosh olardi. Xafa bo'lma, bolalaringni, nevaralaringni to'yini ko'rding-ku deb ovutib qo'yardim. Ketayotganimda yaxshi ham sen borsan, o'rtoq tez-tezki gazeta, jurnal, krossvord bo'lsa ham olib eski bo'lsa ham mayli deb qolardi orqamdan. Ko'chaga chiqsam, ikkita katta krossvord gazetasi sotib olardim. Bittasi o'zimga, bittasini Diliga tashlab o'tardim. Dili ikkalamiz ham medbilim yurtini tugatgandik. U qo'li yengil hamshira edi. Mahallada ukol qilib u kirmagan xonadon yo'q edi. Insult sabab u ham olamdan o'tib qoldi. Ilohim oxirati obod bo'lsin. Ba'zan tushlarimga kirib qoladi. Boyagiday oyoqlari ham soppa-sog'. Uni eslab ko'zlarimga yosh keladi. Yaqinda shu yil ayni ro'za Ramazon kunlarining birida Yusuf Mahmudov degan sinfdoshim ham olamdan o'tib qoldi. O'tgan yili 2-mart tug'ilgan kuni arafasida umra ziyoratidan kelgan edi. Hamma sinfdoshlarimiz yig'ilishib o'tirsak, sen nega ko'rinmay qolyapsan? Yo'q bo'lib ketma degan edi. Biz sinfdoshlar 70 yoshdan oshgan bo'lsak-da, bir-birimiznikiga tug'ilgan kunlarga boramiz. Yusuf rahmatli har ko'rishganda sizni ko'rgan boy bo'lsin deb so'rashardi. Juda ham samimiy, qalbi toza, oq ko'ngil inson edi. Ilohim oxirati obod bo'lsin. Yoshlik paytlarimiz bizni eshigimiz oldida bir tup majnuntol bo'lardi. 3-4 ta dugonalar magazindan oq kashta, har xil mo'nena iplar olib kelib, o'sha daraxt tagiga sholcha solib kashta tikib o'tirardik. O'sha kunlarni ham sog'inch bilan eslayman. Ko'zlarimga yosh keladi. Ilohim hamma o'tganlarimizni Alloh rahmatiga olsin. Oxiratlari obod bo'lsin. Eshigimiz oldida bir tup majnuntol, soyasiga sholcha solib, biz dugonalar sevgimiz sururidan sirlashar edik. Qo'limizda qalbimizday oppoq kashtalar. O yillar bir yildirim o'tdi ketdi.